Salom mальчикlar va девочкаlar. Bilaman, anchadan beri yo'q bo'lib ketdim va videolarni chiqarmay qo'ydim. Taxminan 1 oylardan ziyod bo'ldi. Sababi bor, ishlarim va zakazlarim juda ham ko'payib ketdi va ulgurmay qoldim hammasiga. Endi va'da berishga harakat qilaman. Har hafta yangi video chiqarib turishga va hozirgi darsligimiz nima haqida bo'lishini aytib o'taman, qarangizlar. Blenderni o'rganayotgan paytim menga juda ham kerak bo'lgan top 5 ta maslahat desa ham bo'ladi. Ya'ni shu maslahatlarga rioya qilsangiz yokida shu maslahatlarni ko'proq o'zlaringizning ishlaringizda ishlatsangiz, sizga ancha katta yordam bo'lasdi bu narsa. Ya'ni foydasi bor. Короче, boshladik. Agar Blenderga o'tganimizda bizlarda mana bu sahna kutib oldi. Bu sahnani misol uchun men hamma narsani o'chirib tashladim. X bosib turib, Shift A ni bosdimdan keyin yangi bitta silindr tayyorladim. Va hamma biladi, mana bu yerda bitta menyu bor. Bu menyuni hozirda o'zida o'zgartirmasak, keyinchalik buni o'zgartirib bo'lmaydi. Chunki ko'p joylarda men endi o'zgartira olmayman buni. Balkim segmentlarini ko'paytirmoqchiman, balkim segmentlarni kamaytirmoqchiman. Bu uchun nima qilishimiz kerak? F9 tugmasini bossak, mishka kursor qayerda joylashgan bo'lsa, bu narsa chiqadi. Ya'ni men misol uchun 24 ga hozir o'zgartirib qo'ysam bo'ladi va bo'ldi, bu o'zgardi. Yana bir marta F9 ni bossam, shu narsa chiqadi. Ya'ni xohlagan paytim, ishimni xohlagan jarayonida bu narsani takrorlab qaytarsam bo'ladi. Siz biron bir modelni tayyorlayotgan paytingiz, ya'ni mikrofon sal pastmi deyman, salgina balandlashtirdim. Примерно mana shu holatda qoldirsam mana shu holatlarda qoldiraman. Endi qarang. Keyingi maslahatim. Siz yana bitta shu yerdan silindr tayyorladingiz va bu silindrni bunday qilib turib o'zgartirmoqchisiz. Ko'pchilik agar bu silindr emas, uni ichidagi silindrni o'zgartirmoqchi bo'lsa, wireframe ga o'tadi va wireframe da ikkinchi silindrda ham ishlab olish imkoni bor. Lekin bu har doim ham udobno bo'lmaydi. Ya'ni men hech qanaqa o'zgartirish kirita olmayman bunga. Agar model bir-biriga juda ham yaqin turgan bo'lsa-da, qarang, qanday qilamiz? Bu yerda siz o'zingizga kerakli bo'lgan modelni tanlab olsangiz bo'ladi va numpadda slash tugmasini bossangiz, siz faqatgina shu modelni o'zini ko'ra olasiz. Ya'ni hozir menda bu model bor. Siljitsam buni, mana ichkarida hech narsa yo'q. Ctrl Z va yana bir marta slash ni bossam, o'z holiga qaytadi. Ya'ni bu bitta obyektni tanlab turib, farqi yo'q, bitta emas, ikkita obyektni ham tanlasa bo'ladi. Slash ni bossa, faqatgina shu obyektni ichiga kiradi. Yaxshiroq ko'rinishi uchun men sizga hozir bunday qilib ko'rsataman. Mana ikkita obyektimiz bor. Slash ni bosaman, bitta shu obyektga yaqinlashadi va buni ko'rinmaydigan qilib turadi. Ya'ni shu obyektni o'zini siz xohlagandek modifikatsiya qilsangiz bo'ladi. Bu juda ham kerak bo'ladi agar keyinchalik qandaydir bir o'zgartirishlar kiritmoqchi bo'lsangiz, ya'ni modelni tayyorlab oldingiz va qandaydir o'zgartirish kiritmoqchi bo'lsangiz, bu slash juda ham yordam beradi. Menga ancha ko'p joylarda yordam bergan va sizlarga ham yordam beradi degan umiddaman. Xo'p, keyingi maslahat uchun bizlarga addon kerak bo'ladi va bu addonning ismi Modifier Tools. Mana buni yoqib qo'yamiz. Menda o'chirilgan, yoqib qo'yamiz buni va bu narsa nima qilib beradi? Qarang. Ctrl 2 ni bossak, mana Ctrl 2 yoki Ctrl B, Ctrl 1 yoki Ctrl 2 bu nima qilib beradi? Subdivision surface yoqib beradi. Va ko'ryapmiz, endi shu modifikator bizlarga qulay bo'ldi va hammasini bittalab, misol uchun mana 7 ni bosaman va mana shuncha obyekt bordek bizlarning sahnamizda va har biriga Ctrl 1 qilib chiqdik. Va endi hammasini bittalab apply qilib o'tirish bu juda ham dolgi bo'ladi. Hammasini shunday shakl belgilab olamizdan va apply all modifikator qilsak bo'ladi va hamma modifikatorlar birdaniga ishga tushadi. Ya'ni agar sizda bu modifikator bunday bo'lgan deydi, ya'ni qarang, hozir bu obyektni o'chiramiz. Mana bu modifikatorda o'zida Ctrl 2 bu berilgan va undan keyin misol uchun array modifikatorini ishlatsak, mana buni segmentini ko'paytirdik, kopiyasini va shunda agar bizlarda qanchadir ko'p modifikatorlarni o'rnatgan bo'lsak, buni hammasini apply qilib qo'ysak bo'ladi va birdaniga apply bo'ladi. Bu Modifier Tools plyus tarafi, ya'ni siz
modifikatorlar o'chirib chiqsangiz bo'ladi, modifikatorlarni yoqib chiqsangiz bo'ladi. Xo'p, undan keyingisi mana bizlarda mana bunaqa sahna bor va bu sahnani bizlar qandaydir o'zgartirib chiqishimiz kerak. Ya'ni qarang, hozir hamma narsa seri, hamma narsa bir xil ko'rinib turibdi. Bu narsa ko'pincha modeling qismida juda ham xalaqit beradi. Bu neudobniy narsa desa ham bo'ladi modelingda. Buni bunday qilib turib, mana bu menyuga kirib turib, randomni tanlasak bo'ladi va randomni rang bo'yicha belgilanib beradi bu. Mana ranglari mana bunday belgilandi va har bir detal o'zini rangiga maksimalni yaqin bo'lib turadi. Ya'ni mana shunda bizlar xohlaganday bu modelni o'zgartirsak bo'ladi. Bu juda ham katta plyus. Xo'p, undan keyin nima qilsak bo'ladi? Agar bu ham sizga uncha yetarli bo'lmasa, bu tarafni bosib turib, klaviatini yozsak bo'ladi. Mana misol uchun mana buni yoqib qo'ysak va birdaniga ko'ryapmiz qanaqa o'zgartirish bo'lyapti. Ya'ni mana ob'yom beradi bu narsa. Xo'p, undan keyin nimalar bor? X-ray modifikatori bor. Bu bitta qismda orqa tarafini ham ko'rish, ya'ni rentgen sifatida ko'rish. Mana buni ham yoqib qo'ysak bo'ladi. Bu ham qaysidir vaqtda yordam berib qoladi. Va undan tashqari klaviatini o'zida misol uchun siz screen qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bunda hech narsa qandaydir bir qism ko'rinib turadi. Boz Word'da tanlasak bo'ladi. Dunyoga qarab turib o'zgaradi bu narsa. Ya'ni 3D modelda dunyosiga qarab turib o'zgaradi. Yokida boz hamma narsa, ya'ni screen ham ko'rinsin, mana отражениялар ham ko'rinib tursin va dunyo ham ko'rinsin. Tushuntirishimga e'tibor bermang, men o'zbek tilida unchalik yaxshi gapira olmayman, no o'zbek tilida kontent qilishga harakat qilib turib, mana shunaqa qiyinchiliklar bilan gapirib turibman. No, mana bu narsani tayyorladik va bu narsa ham modelingda juda ham yordam beradi. Ya'ni siz adashib ketmaysiz. Qaysi model ham misol uchun mana klaviatini o'chirsam, materialni o'z holiga qaytarsam, bu juda ham tushunarsiz holat. Ya'ni qaysi model nimaga javob berishini, qaysi mana misol uchun monitorlar borligini ko'ringani ham yo'qda berdi. Shu narsani yoqib qo'ysak random, monitor bor ekan, ikkita monitor ekan. Shunday qilib turib siz buni o'zgartirishlarini ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Xo'p, bizlar buni ko'rib chiqdik. Hozir mana bu joyda mana bundaysiga tanlab olmoqchiman bu qismda. Lekin ani bosib tanlasa, bu ham belgilanadi. Ikkinchi qism ham belgilanib qoladi. Bu o'zi 5-chi maslahatimiz. Qarang, sizda ikkita mana bunday model bir xil bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni mana ikkita bir xil model va bunday kirganimizda mana buni tanlab olmoqchisiz. Mana bunday tanlab olsangiz birdaniga belgilanmaydi. Wireframe'dan tanlasa bo'ladi, to'g'ri, lekin bu ham unchalik neudobniy variant. Agar siz ani bossangiz, bu model ham belgilanadi. Shu narsa bo'lmasligi uchun siz nima qilishingiz kerak? Bitta qanaqadir vertex joyini tanlaysiz va L tugmasini bossangiz, klaviaturada L tugmasini bossangiz, shu modelni o'zi to'liq belgilab beradi. Yoki mana buni bosib turib L ni bossangiz, bu tarafni belgilab beradi. Bu ko'pincha yordam berib qoladi sizga, чтобы modelni birdaniga tanlab olish uchun. Mana bunday kesib qanchadir qismini tanlamaslik uchun prosta L ni bosasiz, to'liq sizga modelni tanlab beradi. Va shu bilan oxirgi maslahatlarim, agar bu video sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, like, kommentariy va podpiska bosib qo'ying. Va kommentariyada qaysi maslahat sizga ko'proq ma'qul kelganini yozib qoldiring va shu videoni oxirida xayrlashishni o'rganishim kerakda. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar deb qo'yish juda qandaydir nito. Shu uchun xayrlashishni o'rganmaganimgacha normalni xayrlashmayman. Shu uchun пока bitta YouTuberda ko'ruvdim. Xayr. Ana o'g'illadim. Tak. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. I feel like I'm losing my